Ular o'tmasdan hech qancha vaqt o'tmay endi ular orqasidan Anvar Shoh Kashmiriy degan bir zot chiqdi. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayh yaqin 150 ta kitob yozgan bo'lsalar, Xudo taolo u kishini qalamini shunday tez qilgan ekanki, 20 yilda 150 ta kitob yozib yuboribdilar. 20 yilda. 17 ta kitob yozishni boshlaganman deylar. 37 da vafot qildilar. Yaqin 37 ta 39 shu atrofi 40 ta bormay. 20 yilda ichida shuncha kitob yozibdilar. Endi bizda donolar bizga ahli masalan donishmand degan odam ham umrini hammasini sarflab olsa 10 ta kitob o'qiy olmaydi, yozish emas, o'qiy olmaydi hozir. 10 ta kitobni butun boshidan orgacha hech kim ko'ra olmaydi. Chunki bizda yurish ko'p. Bizda bozor ko'p. Bizda bola chaqa ikkitayu, lekin butun dunyoni bola chaqasiga qilinadigan tashvish bor. Go'yo hech kimda bola yo'q, bola faqat shunda bor deydi. Lekin o'sha zotlarni kim olim qildi? O'sha zotlarni otasining himmati shuna qori qildi o'shalarni. Otasining himmati o'shalar shunaqangi olim qildi. Ular endi otaning nimasini qarangki, har bitta o'zini fazli kamolotni o'sha zot kitoblari zikr qilib turganda, Alloh otam rahmat qilsin deb turib gapni keyin boshlaydi. Demak, shu Abdulhay Laknaviy bo'lmaganda u odamning otasini go'yo hech kim tanimasdi. O'sha Abdulhay Laknaviy orqasida albatta otasining nomlari zikr qilinyapti. Endi ularning orqasidan keyin aytganimizdek Anvar Shoh Kashmiriy rahmatullohi alayhi degan zot chiqdi. U zotni Xudo taborak va taolo shunday aql beribdi, shunday zakovat beribdiki, u biz maqtagan zot Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayhi talam necha chandon barobar ilm bilan Xudo taolo u kishini e'zozlabdi. U kishidan keyin o'tdi. U kishi bilan hatto bilishimcha ko'rishmagan ham bo'lsalar kerak. Balki ko'rishgandirlar, balki juda yosh bo'lgan bo'lsalar o'sha o'tgan vaqtida. Anvar Shoh Kashmiriyning o'tishlari bu 40-yillarda o'tgan. Endi hozir u kishidan bitta o'g'il hayot ekan. Anvar Shoh Kashmiriy ota-onadan yetim qolib, Hindistonda Dehlida Shohijahonni qurgan masjidida gadoylik qilar ekanlar. Yetim bola gadoylik qilib ko'chada yurar ekan. Xudo taolo juda katta ajib bir husn bergan ekan. Hind millatini og'zida yeydigan bir pon degan narsa bo'ladi. Pon o'sha bir barg, u bargni yemasa odam kasal bo'lib qolar ekan. O'sha ponni og'ziga solib ikki buklab chaynab yuradi so'rib uni. Abdulhay Laknaviy rahmatullohi alayhi bilan Anvar Shoh Kashmiriyga Xudo taolo shunday husn bergan ekanki, yomon ko'rgan dushmanlari ham o'zini qarab turib, shu odam bargisi betidan ko'rinib turadi deyshar ekan. Shunaqa Xudo chiroyli qilib yaratgan ekan. Betlari oppoq yuzli odamlar. Anvar Shoh Kashmiriy rahmatullohi alayhi gadoylik qilib, ko'chada tilanchilik qilib yurgan vaqtlarida Dehlida bir odam ko'rsa, bir chiroyli bola, hech misli ko'rilmagan darajada bir chiroyli bola ko'chada shu yirtiq kiyimlar bilan gadoylik qilib yuribdi. Oting nima debdi? Otim Anvar Shoh. Qayerdansan? Kashmirdan bo'laman. Oting odam yo'qmi? Hech kim yo'q, hammasi o'lib ketgan. Ha, bolam turishidan juda zakovatli bolaga o'xshaysan, ilm o'qimabsan-da, desalar, ha, ilm o'qitgani meni pulim yo'q-da, ota-onam biz kim o'qitadi? Hammasiga men kafil bo'laman, bolam, o'qiysanmi? Mahmud Devbandi rahmatullohi alayhi o'sha vaqtda tiriy vaqtlar, o'sha kishining oldiga borasan, o'sha odamning oldiga ilm o'qiysan deb turib, Anvar Shoh Kashmiriy rahmatullohi alayhi olib o'qidi. Hatto shu darajada u odam mashhur bo'ldiki, Mahmud Devbandini tanimagan dunyo Anvar Shoh Kashmiriyni taniydi hozir. 50 ga bormay o'lib ketgan o'sha odamlar ham. 50 ga bormay. Xudo taolo shunday kitob bu kishiga ilm beribdiki, shunday ilmning orqasidan karomat beribdiki, 137 ming kitob o'qibdilar. 137 ming kitob ko'rdim debdi. Agar farasan dedilar, Devband kutubxonasiga bir madrasani dushmani kelib agar o't qo'yib yuborsa, tirnoqni uchchalik parvoyimga kelmaydi, sababi hammasini yodlab olganman degan ekanlar. Shu zot sharif hayotlarida ustozlari bilan birga Makka safariga hajga borgan vaqtlarida o'sha yerda Nurul Izoh degan kitobni hoshiyasi bilan birga Maroqul Faloh degan hoshiyasi bilan ko'rib bir odamda bir nodir nusxa. Maroqul Falohni yozgan odamning o'zini dastlati bilan turgan kitobni ko'rib, shu kitobni menga biringa bersangiz, ya'ni yili hajga kelishimgacha shu kitobni men Devbandda bostirib qaytib kelaman degan ekanlar. U odam aytdi, "Yo'q, kitob bitta nodir nusxa. Bermayman. O'sha odamning o'zini dastlati bilan qolgan kitobni. Bo'lmasa bir kechaga berib turasiz" debdilar. Bir kechada hali Maroqul Falohni 500 bet kitobni o'qib, o'sha o'qiganlarni asosida kelib kitobni Devbandda bostiribdilar. Ya'ni hajga borib tekshirsalar, u kitobdan ko'ra bu kishiga ishonchliroq bo'lib ketibdi. Bitta nuqtasidan keyin xato topolmadim dedilar o'zlari. Endi o'zlarining zehnini, kamolotini zikr qilib turib aytadilarki, Xudo taborak va taolo menga shunchalik zehn berdi, shunchalik zakovat berdi. 137 ming o'qigan kitobimni yodlab oldim, lekin Xudo menga Qur'onni yodlashni nasib qilmadi deganlar. Qur'on yodlanmaganman deydilar.
har yil Ramazon bo'lganda, Ramazonda bir o'tirib olib, hech qaqa chiqmasdan 30 kun e'tikof o'tiradi. O'g'illar shuni deydi. 30 kun e'tikof o'tirib, 30 kunning ichida bir marta Qur'onni xatm qilib chiqaman, ro'yxat deb o'tirib qasd qilib o'tirar ekanlar. 30 kunning ichida 1,5 pora Qur'on o'qir ekanlar. 30 bet Qur'on o'qir ekanlar. U kishi aytar ekanlarki, bir oyatni boshlaganimda Xudo taborak va taolo meni ko'zimning oldida bir chekilov, bir dengiz paydo qiladi. Haligi dengizda bu durni ham olayman, mana bu durni ham olaman deb yuraveraman. Qur'onni tashqari zohir ko'rinish qolib, ichkariga sho'ng'ib ketganimdan Qur'onni yodlamayman degan ekanlar. 30 kun vaqt sarflab 30 bet Qur'on o'qir ekanlar. Boshqa vaqtida bir kechada 500 bet kitob o'qib olgan odam 30 kun ichida 30 bet Qur'onni o'qish bilan chegaralanadi. O'shaning uchun men Qur'onni yodlab qori bo'lolmadim, hofiz bo'lolmadim. Shu zot sharif katta olim bo'lib dunyoda tanilib, Buxoriy sharifni sharhi Fayzul Boriyni yozib, Termiziyga Al-Arsh ash-Shazi degan bir sharh yozib mashhur bo'lib ketgan vaqtlarida dunyo ulamolari hammasi yig'ilib kelib, uni ichida Misrning muftisi Rashid Rizo degan odam ham 300 nafar arab olamidan yig'ilgan ulamolar bilan Shohijahonning masjidida Anvar Shoh Kashmiriy bilan ko'rishgani kelishdi. Anvar Shoh Kashmiriy bilan ko'rishgani kelgan odamlar hammalari maslahatlashib, navbat so'rashgani kelishyaptimi shu? Qo'llarini bir narsaga tirab turib qo'yib qo'yishsa, hammalari kelib qo'llarini o'pib o'tiradi. 300 nafar olim qo'lda o'pib bo'lgandan keyin yig'lab o'tirib devorga suyanib qolgan ekanlar. Rashid Rizo kelib aytgan ekanki, "Taqsir, biz sizni qiynab qo'ydikmi, qo'lingizni urintirib qo'ydikmi?" deb yig'lab uzr so'rasa, "Unga yig'lamadim" debdilar. Yig'lamadim. Mana shu joyda men bir vaqtlar kelib gadoylik qilardim debdilar. Shu mana shu Shohijahonning masjidida gadoylik qilib odamlardan pul so'raganimda, odamlar o't anaqa deb urib surib necha marta kalta yegan masjidda. Bir vaqtlar omisi menga non bermagan joyda dunyoni olimlari kelib ketdi, ilmdan qasam meni qo'limni o'pdi deyapti-da. Ilm mana shunaqa aslida boy bo'lmaganda odam kelarasa pul to'plasa 30 dinar ishlab turib, shuncha mashina to'plab kelib bir qo'lingizni o'paydi deb kelmabdi ular. Bir olim shuncha ilm hosil qildi deb turib, odamlar shuni Rashid Rizo hazil odam bo'lmagan. Rashid Rizo mazhabi aynib qolgan odam bo'lgan, Misrda muftisi bo'lgan. Anvar Shoh Kashmiriy rahmatullohi alayhi bilan gaplashib, Hanafiy mazhab bo'lib qaytgan ekan Hindistondan. Rashid Rizoni hech kim dunyoga yig'ilganda qaytara olmaydigan olim bitta Anvar Shoh Kashmiriy bilan gaplashib, Hanafiy mazhabga o'tib qaytgan ekan. Keyin borgandan keyin aytgan ekan, inson degan ekan, dunyoda pul topib agar Anvar Shoh Kashmiriyni ko'rolmasdan o'tib ketsa, armonlarda o'lib ketaversin degan ekan. Shuncha dunyo topib kechdim shu dunyoda bir marta shu odamni ko'rgan armonim yo'q deb agar Hindistonga bormasa, shu odam armonda o'lsin debdi.